Ustoz buyuk va ulug' zotdir. Ustozning maqsadi hamisha ezgulik bilan yo'g'rilgan. Haqiqiy ustoz sohili yo'q ummonga o'xshaydi. Undan cheksiz xazina va boyliklarni topish mumkin. O'z faoliyatini sidqidildan bajarayotgan, o'z sohasini puxta bilgan, tajribali ustozlar bilim dargohimizda ko'pchilikni tashkil etadi. Shunday fidoyi ustozlarimizdan biri 47-umumiy o'rta maktabning o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi Ma'firat opa Sultonovadir. Ma'firat opa Sultonova Nasrulla qizi 1961-yili Mankent qishlog'ida oddiy kolxozchi oilasida dunyoga keldi. Sabir Rahimov nomidagi maktabni a'lo baholarga bitirib, 1978-yili hozirgi Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomli universitetning filologiya fakultetiga o'qishga kirdi. So'ngra Sabir Rahimov maktabida boshlang'ich ta'lim sohasida ish faoliyatini boshladi. 4 yildan so'ng esa Yo'nariq maktabiga ishga joylashdi. 1997-yili 47-umumiy o'rta maktabga o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi bo'lib ishga qabul qilindi. O'qituvchi mehnatining murakkabligi har bir o'quvchi ko'ngliga yo'l topishda, eng muhimi o'quvchi o'zini shaxs deb tushunishda, o'zligini, hayotini, dunyoni idrok etishga mas'uliyat hissini tarbiyalash kerakligini yaxshi o'zlashtirgan Ma'firat opa Sultonova ta'lim va tarbiya sohasidagi o'qitishning yangi uslublarini samarali qo'llab, yuqori cho'qqilarni zabt etib kelmoqda. Kasbdoshlari orasida ham o'zining kamtarligi, sa'y-harakatlari va bilimi bilan faxrli ustozlar qatoridan o'rin olgan. Ma'firat opa bergan samarali ta'lim va ilm sirlarini chuqur egallagan shogirdlari nufuzli joylarda turli xil kasb egalari bo'lib xizmat qilmoqdalar. Shu bois yuksak ma'naviyatli, dunyoqarashi keng, bilimli va barkamol avlodni tarbiyalashdek mashaqqatli xizmatlari uchun tuman va viloyat faxriy yorliqlari bilan taqdirlangan. Yaxshi oila jamiyatning duru gavhari deb bejiz aytilmagan. Ma'firat opa mohir pedagog, ijodkor inson, shu bilan birga namunali, mehribon ona hamdir. 3 qiz va 1 o'g'ilni voyaga yetkazib, oliy ma'lumotli qilib, jamiyat uchun xizmat qiladigan, el koriga kamarbasta insonlar etib tarbiyalaganlar. Oftobga menlagum ona mehringiz, olamga zeb bergan ilmu sehringiz. Azizsiz, e'zozga loyiqsiz mudom, bir umr sizga ta'zim ehtirom.